Mening nazarimda jurnalistni 3 ta fazilati quyidagilar bo'lishi kerak. Birinchidan xolislik, ikkinchidan mas'uliyatlilik, uchinchidan tezkorlik va hushyorlik. Jurnalist uchun bugungi kunda eng muhimi, hamma davrda ham eng muhim bo'lgan narsalar birinchi navbatda yuksak bilim, ikkinchisi o'sha xolislik, uchinchisi aniqlik. یافته‌توانستن موضوع با خواننده و مشتری فهم و نوشتن اون و زود رساندن این خبر که مقاله و خواننده. Menimcha topqirlik, jur'at va oltin o'rtaliqni topa olish. Darajai avval poki, دوم مسئولیت شناسی و سومینش zahmat pisandi. Birinchi navbatda jurnalistik nigoh bo'lishi kerak. Keyingisi xolis bo'lishi kerak. Jurnalist albatta xolis bo'lishi kerak. Va uchinchisi o'z mavzusiga adolat bilan yondasha olishi kerak, ya'ni adolatli bo'lishi kerak. Pesh az hamma haqiqat bayoni va dar navbati duyum dil va niyati sof va seyum qalam va zaboni burroq dashta bo'ladi. Jurnalist mana shu hamma jabhada man tarixni, vatan tarixini yaxshi bilish kerak va boshqalarga uni targ'ib qila bilish kerak. Buning uchun o'zida bo'lish kerak avvalo deb o'ylayman. 3 ta xususiyati dedingiz, ikkinchisi albatta xolislik, uchinchisi halollik. Shuning uchun hammaga birinchi bilimini oshirishni, saviyasi yaxshi bo'lib va tezkorligida harakat qilaman.